Xo'p, men tushuntirishni boshlayman. Birinchi o'rinda o'qishimiz kerak bo'lgan narsa bu, ya'ni noaniq artikellarni tushunib olishimiz kerak. Endi o'zi ingliz tilini bilmagan odam ham ko'pincha ko'zi tushadi har bitta so'zlar orasida an mana shu an artikellari kelganiga. Endi bu an artikellar o'zi bu nima? A yoki n artikellari ingliz tilida indefinite articles deb ataladi. Buni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, noaniq artikellar bo'ladi. Endi ular har doim an artikellari har doim birlik shakldagi sanaladigan otlar oldidan qo'yilishi kerak. an artikellari har doim birlik shakldagi sanaladigan otlar oldidan qo'yilishi kerak. Biz bunga majburmiz, qo'yishimiz shart. Lekin bir esingizda tutib qo'yinglar shuni. U ot so'z turkumi birlik shaklda bo'lishi kerak. Keyin u sanaladigan bo'lishi kerak. Bu umuman esdan chiqmasligi kerak. Sanaladigan ot bo'lishi kerak. Xo'p, endi bitta narsa a'ni biz ishlatamiz. A artiklini ishlatamiz. Undosh tovush bilan boshlanuvchi otlar oldidan qo'yamiz. Ya'ni undosh tovush bilan boshlanuvchi otni oldidan qo'yamiz artiklini. Misol uchun nima demoqchimiz? Misol uchun xo'p, kitob book. Mana artiklini undosh bilan, ya'ni book b harfi bu undosh tovush. B harfi yoki bo'ladi car. Bu C harfimiz ham undosh. N P harfi ham undosh. Ya'ni biz ya'ni A artiklini undosh tovush bilan boshlanuvchi otlar oldidan qo'yamiz. Keyin shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu har doim tovushga bog'liq. Misol uchun A, B, C, D, E, F, G bo'ladigan bo'lsa, bularni biz A, B, C deb o'qishimiz tovush bo'ladi. Bu A, B, C, D, F, G harf bo'ladi. Endi men aytyapman, tovush bilan boshlanuvchi otlar oldidan deyapman. Demak, biz tovushimiz undosh bo'ladigan bo'lsa, demak biz A artiklini qo'yishimiz kerak. Misol uchun university degan so'z bor. Bu o'zi university. Mana u harfi bu o'zi unli harf. Lekin tovushi undosh bo'lyapti. E'tibor beryapsizlar, undosh. Ya'ni biz buni qanday o'qiyapmiz? University deb o'qiyapmiz. Demak, bu yerda hozir o'qilishini university qilib o'qiganimiz uchun biz bunga yana university qilamiz. Endi xuddi shu bilan bir xil bo'ladi union. Union degani bu birlashma, ittifoq degani union yoki unit. Ya'ni bu ham u yozilgani bilan, ya'ni u harfi unli harf-ku.
Lekin bu u yozilgan bilan buni tovushi y bo'lyapti. University bo'lyapti. Demak, undosh tovush bilan boshlanuvchi otlarning oldidan har doim artiklini qo'yamiz. Endi hozir tepada qoidada aytdim, an artikllari har doim birlik shakldagi sanaladigan otlar oldidan qo'yamiz dedimi? Endi shunga e'tibor berish kerak. Misol uchun books degan so'zlar keldi. O'zi asli kitob book degani. Bu book bo'lsa birlik shakl bo'ladi, birlik shakl bo'ladi. Ya'ni book bo'lsa bu birlik shakl bo'ladi. Agar o'shanga books ko'plik qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, kitoblar bo'ladi. Endi shuni yodda tutishimiz kerakki, an article hech qachon ko'plik shakldagi otlar oldidan article e'tibor beringlar. Hech qachon ko'plik shakldagi otlar oldidan. Endi bu ko'plik shakldagi otlar qanaqa bo'ladi? Ko'plik qo'shimchalari e'tibor beringlar. S, es, ves qo'shimchalarini olgan bo'ladi. Ya'ni bular qanaqa bo'ladi? S qo'yadigan bo'lsak, misol uchun book degan so'zga books qilgan bo'ladi. Book degan so'zga books qilgan bo'ladi. Bus degan so'zga buses qilgan bo'ladi. Xo'p, baby degan so'zga babies degan bo'ladi. Yana nima bor? Wife degan so'zga qilgan bo'ladi. Wives qilgan bo'ladi. Ay buni fe'l bo'ladi. Hali. Wives qilgan bo'ladi. Endi e'tibor berishimiz kerak yerda an artiklar hech qachon ko'plik shakldagi otlar oldidan kelmaydi. Demak, buni bilishimiz kerak. S, s, es, ves qo'shimchasi bor bo'lgan so'zlar oldidan biz hech qachon an artiklini qo'ymaymiz. Endi sababi nima? Chunki o'zi ko'plik qo'shimchalari o'z nomi bilan ko'plik, kitoblar, avtobuslar, chaqaloqlar, ayollar deyapmiz. Demak, bu o'z nomi bilan ko'plik. Lekin shuni bilish kerakki, ma'nosi bu tarjimani beradi o'zbek tiliga, bitta degan tarjimani beradi. Demak, ma'nosi bitta degandan keyin biz hech qachon books demaymiz. Books demaymiz, bu xato bo'ladi. Ya'ni bitta kitoblar bo'lmaydi-ku. Bitta kitoblar demaymiz, bitta kitob deymiz. Biz qachon kitoblar deymiz? 2 ta kitoblar, 3 ta kitoblar, 5 ta, 4 ta, 6 ta kitoblar deymiz. Demak, endi ma'nosi bitta bo'lganligi uchun bundan keyin hech qachon ko'plik shakldagi ot kelmaydi. Endi yana shuni bilishimiz kerak. An article hech qachon sanalmaydigan otlar oldidan kelmaydi. Hech qachon an artikli sanalmaydigan otlar oldidan kelmaydi. Buni keyingi darslarimda o'sha o'zi sanalmaydigan otlarga asoslangan alohida dars bo'ladi. O'shanda tushuntirib beraman, sanalmaydigan ot qanaqa, sanaladigan ot qanaqa. Kimda qisqacha ma'lumot beraman. Sanalmaydigan otlarga kiradi guruch sanab bo'lmaydi. Xo'p, sugar shakarni sanab bo'lmaydi. Salt tuzni sanab bo'lmaydi. Water suvni sanab bo'lmaydi. Hair sochni sanab bo'lmaydi. Mana shunaqangi otlarni oldidan biz hech qachon an artiklini qo'llanmaymiz. Endi xo'p.
Buni tushundik. Endi biz n artiklini qayerga qo'yamiz? Biz n artiklini unli, e'tibor beramiz, unli tovush bilan boshlanuvchi so'zlar, ya'ni otlar oldidan deydi, shuni otlar, chunki fe'l ham so'z bo'ladi. Otlar oldidan qo'yamiz. Ya'ni n artiklini unli tovush bilan boshlanuvchi otlar oldidan qo'yamiz. Endi e'tibor beramiz, unli tovush, misol uchun apple degan so'z bor. Mana a harfi unlimi? Unli tovush chiqyaptimi? Apple. Demak, shu yerda qo'yishim kerak artiklini. N artiklini, sorry. An apple. Demak, biz endi unli tovush bilan boshlanuvchi otlar oldidan qo'yar ekanmiz. An apple unli tovush bo'lganligi uchun, yoki an onion piyoz. O bilan boshlanyapti, ya'ni o'qilishi ham, ya'ni tovushi ham onion bo'lyapti. Demak, bu unli tovush ekan. Biz endi unli tovushdan oldin qo'yamiz. An onion, an elephant. Elephantdagi harfi ham unli tovush bo'lganligi uchun an elephant. Yoki an orange, apelsin. Orange'dagi o qilganim ham bu unli tovush bo'lyapti. Shuning uchun men n artiklini qo'yapman. Endi tovush deyapman. Misol uchun h-ur yozilyapti, bu e'tibor beringlar. Shunda h, e'tibor beringlar, h undosh harf. Tushunyapsizlar? Lekin buni tovushi, men buni, ya'ni inglizlar buni hour o'qiydi. Hour. Shunda a unli tovush bo'lganligi uchun men bundan oldin n qo'yaman. An hour. Yoki hop, yana qanaqa so'zlar bor? Misol uchun astronaut. Astronaut unli tovush bo'lganligi uchun an astronaut bo'lyapti. Hop, buni tushundilar. Misol uchun yana bor, egg bor, tuxum. Egg, tuxum. Hop, bitta yoshi tovushga asoslangan bo'lyapti. Bitta narsani yodda tutilishi kerak. N artikallarini faqat ot so'z turkumidan oldin, e'tibor beringlar, oldin deyapman, keyin demayapman yoki o'rtasida demayapman. Oldin qo'yamiz. Endi nimaga men faqat ot so'z turkumi deyapman? Bunga e'tibor berishimiz kerak. Bu degani so'z turkumlari bor. O'zi o'zbek tilidan ma'lum so'z turkumlari bor. Ot so'z turkumi bor. Ot so'z turkumi bu ingliz tilidan noun bo'ladi. Fe'l so'z turkumi bor. Ingliz tilida fe'l so'z turkumi verb bo'ladi. Xo'p, sifat so'z turkumi bor. Bu adjektiv bo'ladi. Adjektiv bo'ladi ingliz tilida. Ravish so'z turkumi bor. Ravish so'z turkumi bu adverb bo'ladi ingliz tilida. Xullas, shunaqangi so'z turkumlari bor. Lekin men bu qoidada an artikellarini faqat ot so'z turkumidan oldin qo'yamiz deyapman. Men so'z turkumlarini tushunmaydigan o'quvchilarga qisqacha ma'lumot beraman. Ot so'z turkumi bu kim nima so'rog'iga javob beradi. Agar siz birorta so'zni turkumini aniqlay olmayapsizmi, savol berib ko'ring. Misol uchun, bakal degan so'zimga savol beramiz. Nima qilmoq tushyaptimi? Yoki qanaqa tushyaptimi? Yoki qanday qilib so'rog'i tushyaptimi? Yoki kim tushyaptimi? Yo'q. Bakal nima degan savol tushadimi? Demak, bu bakal, bu ot so'z turkumi. O'qituvchi degan so'zga savol berib ko'ramiz. Nima qilmoq tushyaptimi? Qanday tushyaptimi? Yo'q.
kim tushyapti? Demak, o'qituvchi ham demak bu ot so'z turkumi. Ot so'z turkumi. Mana kap, bakal, bakal nima ot so'z turkumi bo'lyapti. Demak, bundan ma'lumki, shunaqangi ot so'z turkumlaridan oldin artiklini qo'yamiz. Endi fe'lga savol javob bo'ladi. Nima qilmoq bo'ladi? Nima qilmoq bo'ladi? Endi yana birorta so'z keldi miyangizga. Siz buni oldidan artikl qo'yamanmi, qo'ymayman deb ikkilanyapsiz. Shunda yana savol berib ko'rasiz. Sizga yugurmoq degan so'z keldi hayolga. Misol uchun yugurmoq degani run, ingliz tilida run degan so'z keldi. Runda o'zbekchasini bilmaysiz, lug'atdan yugurmoq degan so'z topdingiz. Demak, bu run yugurmoq degan ekan. Endi yugurmoqni turkumini aniqlay olmayapsiz siz. Endi siz yana savol berib ko'rasiz. Nima qilmoq? Tushadimi shunga yoki kim nima tushadimi? Yo'q, nima qilmoq tushadi. Demak, biz bunga hech qachon artiklini qo'ya olmaymiz. Chunki bu nima qilmoq savoliga javob beradi. Yugurmoq bo'lyapti. Endi adjektiv. Adjektiv bu nima? Bu sifatmi? Adjektiv bu odamni sifatini, rangini, ta'mini, mazasini, ayni odamni emas, endi shu sifat, xarakter, narsalarni ta'm, ranglarini aytib beradi. Endi qanday, qanaqa savollarga javob beradimi? Misol uchun chiroyli desam, qanday? Yoki shirin desam, qanaqa deb savol beramizmi? Endi sizga beautiful degan so'z ko'rdingiz. Hop, mana shu xato yozib qo'ydim, u qolib ketdi. Hop, beautiful degan so'z topdingiz, keldi. Endi siz tarjimasini ko'rsangiz, chiroyli degan so'z ekan. Chiroyli ekan. Endi bu chiroylini turkumini aniqlay olmayapsiz siz. Savol berib ko'rasiz. Chiroyli nima? Yo'q, chiroyli tushmaydi. Nimaga bo'lmayapti? Nima? Javob beramayapman men bunga. Yoki chiroyli, nima qilmoq degan savol ham tushmaydi. Endi chiroyli. Qanday? Chiroyli. Aqlli. Qanday? Aqlli. Xo'p, demak, shuna savolga javob bo'lyapti. Demak, bu sifat. Demak, bu beautiful degan so'zdan ham oldin biz artiklni umuman qo'ymaymiz. Endi ravish, buni qisqacha ma'lumot beraman. Hozir bunga asoslangan alohida dars bor. Qanday? Hop, qay tarzda degan savolga javob beradi bu ravish. Qay tarzda degan savolga javob beradi bu ravish. Misol uchun, u sekinlik bilan uyga kirib keldi deyapman. U sekinlik bilan uyga kirib keldi. Endi u qay tarzda uyga kirib keldi? Sekinlik bilan uyga kirib keldi. Demak, ingliz tilida sekinlik bilan degani slowly degani. Endi siz ingliz tilida slowly degan so'zni uchratdingiz va uni tarjimasini ko'rsangiz, tarjimasi sekinlik bilan chiqdi. Demak, shunda savol berib ko'rdingiz. Sekinlik bilan kim nima? Umuman bu savol tushmaydi. Nima qilmoq tushmaydi? Qanaqa tushmaydi? Sekinlik bilan. Qanaqa qilib? Qay tarzda? Shuni tushyaptimi? Demak, bu nima? Bu ravish ekan. Demak, bu ham umuman artiklini hech qachon olmas ekan. Buni yodda tutishimiz kerak. Xo'p, hozir men olinmaydiganlarini hozir mana shu qip-qizil qilib qo'yaman. Buni yaxshilab ko'rib chiqasizlar. Misol uchun mana run umuman olmaydi, chunki bu fe'l. Ya'ni fe'limiz olmayapti. Sifat artiklini olmaydi. Ravish artiklini olmaydi. Faqatgina ot so'z turkumi artiklini oladi. Shuni yodda tutish kerak. Faqatgina ot so'z turkumi oladi. Xo'p, endi keyingi narsa tushuntiraman. Xo'p, endi hozir men sizga aytdim, sifat hech qachon artiklini olmaydi dedim. Ya'ni, misol uchun beautiful deganda biz bunga artiklini qo'yib qo'ysak, mana misol uchun beautiful deb qo'ysam,
Bu xato gap bo'ladi. Bu judayam xato gap bo'ladi. Judayam xato bo'ladi bu. She is a beautiful deganda mana sifatdan oldin a artiklini qo'yib qo'ydim. Bu xato. Lekin biz sifatdan oldin mashkuradan lekin biz sifatdan oldin an artiklini qo'yishimiz mumkin. Faqatgina deyapman, e'tibor beringlar. Faqatgina sifatdan keyin ot so'z turkumi keladigan bo'lsa. Endi qanaqa bo'ladi deb savol beradigan bo'lsalaring, sizlarga tushuntirib beraman. Sifatdan keyin ot keladi. O'zi misol uchun o'zbek tilida sifatdan keyin ot keladi. Misol uchun chiroyli desam, chiroyli qiz. Chiroyli sifat qiz ot so'z turkumi. Mana sifatdan keyin ot so'z turkumi kelyapti. Ingliz tilida ham shunaqa. Chiroyli degan bo'lsa, beautiful, chiroyli bo'lsa, plus ot so'z turkumi keladi. Ot so'z turkumi girl, qiz. Mana qiz kim? Demak, qiz. Mana ot so'z turkumi ekan. Sifatdan keyin ot so'z turkumi keldi. Ana shunda men sifatdan oldin sifatdagi boshlanuvchi, ya'ni beautiful bilan boshlandimi? Mana shu tovushga qarab an artiklini moslashtiraman. Xo'p, shunda she is a beautiful girl bo'ladi. U chiroyli qiz yoki u kelishgan. Mana hozir he is handsome. Handsome degani bu kelishgan degani. U kelishgan deyapman. Endi shuni men u kelishgan bola desam, ya'ni u kelishgan bola deb ot so'z turkumini qo'shyapmanmi bola degan so'zda? Demak, shunda yozaman. He is handsome dedi. Mana u kelishgan deyapman. Lekin shu kelishgan degan so'zdan keyin bola degan, boy degan so'zni qo'shib qo'yapman. Mana boy ot so'z turkumi kelganligi uchun men sifatdan oldin an artiklini qo'yishga majburman. Tushunyapsiz-a? Endi bitta qisqacha qoidani shunday aytaman. Demak, siz an artiklini faqatgina ot so'z turkumidan oldin qo'yasiz. Fe'l, sifat ravishdan oldin qo'ymaysiz. Olmoshlar, boshqa so'zlar faqat ot so'z turkumidan oldin qo'yasiz. Lekin ot so'z turkumidan oldin chiroyli, aqlli, yashil, ko'k, kaltanovcha, uzun, pakana degan sifatlar keladigan bo'lsa, an artiklini qo'yishingiz shart. Tushundingiz-a? Qo'yishingiz shart. Faqatgina u birlik shaklda bo'ladigan bo'lsa. Agar u misol uchun they are doctors dedimmi? Doctors dedim. Ular doktorlar dedim. Doctors bu ko'plik shaklda bo'lyaptimi? Doctors ko'plik shaklda bo'lganligi uchun men maniki an artiklini qo'yib qo'ysam, bu juda ham katta xato gap bo'ladi. Chunki biz an artiklidan oldin, an artiklidan keyin ko'plik shakldagi otlarni qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz. Chunki biz an artiklidan keyin ko'plik shakldagi otlarni umuman qo'ymaymiz. Va shu gap shuning uchun xato bo'ladi. Doctors ko'plikda bo'lganligi uchun bu xato. Endi yana sanalmaydigan degan ingliz tilida uncountable nouns, sanalmaydigan
otlar oldidan yana sanalmaydigan otlar oldidan ham ishlatmaymiz. Umuman ishlatmaymiz, chunki u sanalmaydigan otni o'zi umuman sanab bo'lmaydi. Shuning uchun biz en artiklini qo'ymaymiz. Chunki en artiklini ma'nosi bitta. Axir bitta guruch deyolmaymiz-ku. Hop, bitta shakar demaymiz-ku, bitta tuz demaymiz-ku, bitta tuz soda demaymiz-ku ovqatga. Yoki bitta soch deyilmaydi-yu. Shuning uchun uncountable nouns ham ishlatmaymiz, ya'ni. Xo'p, sanalmaydigan otlar bular: sugar, salt, milk, sut, water, suv, yana nima bor? Hair, soch. Sanalmaydigan otlardan oldin biz en artiklini ishlatmaymiz. Chunki en ma'nosi bitta degan ma'noni bildiradi. Bitta degan ma'noni bildiradi en artikl ma'nosi. Bitta degan ma'noni bildiradi. Va biz hech qachon bitta shakar yoki bitta soch demaymiz. Buni mana shu ogohlantiruv ma'nosi shu. Va tanishdan tushunish kerak. Va xo'p, endi buni tushungan bo'lsangiz, en artiklini hozir xo'p, en artiklini tushungan bo'lsangiz, bu noaniq artikl va en artikllari har doim birlik shaklda sanaladigan otlar oldidan qo'yilishi kerak bo'ladi. Xo'p, undosh tovush bilan boshlanuvchi otlar oldidan artiklini qo'yamiz. Unli bilan boshlanuvchi tovushlarni oldidan esa en artiklini qo'yamiz va hech qachon en artiklini ko'plik shakldagi otlar oldidan va sanalmaydigan otlar oldidan qo'ymaymiz va faqatgina en artikllar ot so'z turkumlaridan oldin keladi. Endi buni tushundingiz. Buni yaxshilab yozib, yodlab, suv qilib ichib olishingiz kerak. Endi yana en artiklini bitta ma'nosi bor. Men sizga o'shani batafsil tushuntiraman. Diqqat bilan eshitib, tinglab o'tirasiz. Mana shu rangni o'zgartirib olsam yaxshiroq bo'ladi. Yoqmayapti. Endi en artiklini yana bitta ma'nochasi bor. Buni qisqacha ma'no tushuna olasiz. O'zi yuqorida en artiklini noaniq artikl dedimmi? Noaniq artikl dedim. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, en artikli noma'lum, noaniq artikl, mashqa noma'lum, ya'ni aniq bo'lmagan otlar oldidan qo'yiladi. Bu ham endi ma'lum bo'lmagan deyapman, mana shu yerda tushuntirishim kerak. Ma'lum bo'lmagan birlikdagi sanaladigan otlar oldidan qo'yiladi. O'zi buni tepada tushuntirdim, endi yashashim kerak ekan. Endi qarang. En artikli noaniq artikl bu va noma'lum, ya'ni sizga aniq bo'lmagan, ma'lum bo'lmagan birlikdagi sanaladigan otlar oldidan qo'yiladi. Xo'p, misol uchun men aytyapman sizga, men mashina sotib oldim deyapman. Boat degani sotib olmoq degani, car degani mashinami? Endi mana shu yerda mana shu gapimiz xatoda. Shu gap xato. Nimaga xato? Chunki bu yerda a yoki n artikli yo'q.
yo'q, an artikli yo'q. Har doim ingliz tilida otlar oldidan birorta aniqlovchi kelishi kerak. Birorta aniqlovchi kelishi kerak. Bu yerda en artikllari ham aniqlovchilarga kirib ketadi-da. Shuning uchun aytyapman. Endi mana shu gapimiz xato. Endi biz buni to'g'rilaymiz. I bought a car. Endi men sizga shunday mashina sotib oldim deyapman. Endi bu mashina qanaqa mashinaligi aniq emas-ku. Sizga noma'lum-ku. U Jeepmi, Bembimi, Mercedesmi, Gentrami, Lacetti'mi, Moskvichmi, Jigulimi? Sizga bu aniq emas qanaqa mashina sotib olganim. Shu aniq bo'lmaganligi uchun ham men shekka I bought a car deshim kerak. I bought a car deshim kerak. Chunki sizga aniq emas uni rangi qanaqaligi, pushtimi, qizilmi, sariqmi, qorami, oqmi aniq emas. Mana endi she has got a dress. Mana shunda endi olib tashladi, chunki endi olib tashladi. Mana shu gapimiz ham xato bo'ladi. She has got dress. Mana dress, ko'ylak. Nima? Ot so'z turkumimi? Buni ot so'z turkumidan oldin qanaqadir aniqlovchi kerakmi? Biz bu yerda qo'ymayapmiz degan bu gapimiz xato. Nimaga? Unda ko'ylak bor deyapmiz. Lekin unda ko'ylak borligi qanaqaligi aniq emas biz uchun. Pushti ko'ylagi bormi, bichirni ko'ylagi bormi, uzunmi, kaltami, qorami, pushtmi bilmaymiz biz. Ko'zlimi, ko'zi yo'qmi bilmaymiz uni qanaqa ko'ylagi borligini. Xato shu. Shuning uchun biz bu yerda en artiklini qo'yishimiz kerak va buni to'g'rilangan varianti she has got a dress bo'ladi. Endi nimaga men har doim mana tushundiraman. Har doim ingliz tilida ot so'z turkumlari oldidan ot so'z turkumi oldidan aniqlovchilar kelishi kerak. Har doim ingliz tilida ot so'z turkumidan oldin aniqlovchilar kelishi kerak. Aniqlovchilar degan ingliz tilida determiners deb ataladi. Aniqlovchilar ingliz tilida mana shular kelishi kerak. Endi aniqlovchilarda turchalari bor yerda. Determiners. Endi aniqlovchilar ingliz tilida nimalar kiradi? Aniqlovchilarga an article kiradi. Shuni bilish kerak. An article kiradi. An articledan keyin ular tushuntiraman, hali ko'ngillaringga g'ulg'ula tushmasin, voy bular nima deb. An article kiradi, the article kiradi, my, your, her, his, their, our, its. Nima qoldi? Hop. Keyin this, that, this, those'lar bular hammasi aniqlovchi-da. Ko'zlaring tushgani bularga, hammasi aniqlovchi. Keyin ana apostrof s'imiz bor-a, bizda apostrof s ning degani bor-a. Ning tarjimani beradi. Ya'ni orzuning bo'lsa orzus bo'ladi. Ya'ni orzuning kitobi desa mana o'zi aniqlovchi-ku, tushunyapsizlar-a? Aniqlovchi o'zi. Bitta endi an article umuman shart emas-da. Bitta narsani tushunib olar. An article keldimi? An article keldimi? Tamom. The article kelmasin. Xo'p, the article keldimi? Buni my, your. Tushuninglar yaxshilab.
My, your, her, his, their, our, its, this. Mana shular kelmasdan the artikli keldimi? Yoki my, your, herlardan biri ash'orlardan keldimi? This, that, this, those umuman kelmasdan. Tushunyapsizlar? Yoki this, that, this, those'lar keldimi? Ha? Apostrofis kelmasin shu yerda. Tushunyapsizlar? Tushunyapsizlar? Xo'p, endi mana tushuntirib ketaman. Misol uchun mana shu xatoda ni qo'ydingiz, this qo'ydingiz, mayni qo'ydingiz. Bo'lmaydi, bu xato gap bo'ladi-da, tushunyapsizlarmi? Bularni o'zi this, maylar hammasi aniq bo'ladi va hech qachon mana shu to'g'ri yozaman. Hech qachon hamma aniqlovchilar birgalikda kelmaydi. Tushunyapsizlar? Hech qachon hamma aniqlovchi birgalikda kelmaydi. Endi qo'ydingizmi? Tamom, the artiklini my, your, this, that, those'larni, apostroflarni qo'yib qo'ymang. Mayni qo'ydingizmi? Boshqasini qo'ymang. Shu. Tamom, shulardan birini ishlading. Tushundingizmi? Tushundingizga umiddaman. Demak, bu en artikli bu noma'lum, noaniq artikl va noma'lum bo'lgan otlar oldidan keladi. Faqat ot so'z turkumidan oldin keladi. Faqat sanaladigan ot oldidan keladi. Faqat birlikdagi ot oldidan keladi va har doim en artikli otlar oldidan kelib turishi kerak. Hech qachon yolg'iz birlikdagi ot kelmaydi. Demak, shuni bildingiz. Bizda gap she wants, misol uchun u kitob xohlaydi demoqchiman. Kitob xohlaydi. Tamom, shunaqa qilib qo'ysam bu gapim xatoda. Chunki men shu gapimda kitob degan, ya'ni ot so'z turkumidan oldin en artikli yo'q. Men bu yerga en artiklini qo'yishim kerak. Shuning uchun men bu yerga ni qo'yib qo'yaman bukdan oldim va shunda gapim to'g'rilanadi. Tushundingizmi? Chunki qana kitobligi aniq emas. E'tibor berasizlarmi? Qana kitobligi aniq emas. Va bu kitob degan so'zimiz ot so'z turkumi va bu birlik shaklda turibdi. Shuning uchun biz artiklini qo'yapmiz va bu bizga noma'lum, noaniq. Qanaqa kitob degani? Detektiv kitob xohlayaptimi? Badiiy kitob xohlayaptimi? Sariqmi, qizilmi? Biz aniqini bilmaymiz. Tushundingizmi? Mana shu gapimiz to'g'ri, chunki kitob degan so'zdan oldin artikli kelyapti. Xo'p, tushundilaring degan umiddaman. Shu yetadi. Boshqa tushuntiradigan narsa yo'q. Mana shuni yaxshilab ko'rsalaring, boshqa savol berishga kerak. Tushundilaring deb o'ylayman. Xayr, sog' bo'ling.